hayotda agar yaxshi ustoz ko'rgan bo'lsa inson, o'ylaymanki shu hayot yo'li ancha ravon bo'ladi, tekis bo'ladi. Hali hayot yo'llaringiz oldinda bugun agar yaxshi ustozlardan tarbiya olsanglar, ta'lim olsanglar, Xudo xolasa mana shu bugun Aziz ustoz biz egallab turgan lavozimlar ertaga sizlardik. Haqiqatdan ham ertaga bizga izdosh bo'ladigan, bizni o'rnimizni egallaydigan shu sizlar bilan ko'rishib, sizlarni orzu maqsadlaringizni bir eshitmasak, sizlarni qiynab turgan bir muammolaringizni hal qilishga agar yordamlashmasak, bu rahbar sifatida bizni oldimizga qo'yilgan vazifani bajarmayotgan bo'lamiz. Lavozimda katta, kichikligi boshqasiga qarash kerak emas. Nasib bo'lsa bitirib, qo'llaringizga diplomni olgandan keyin menga qolsa o'sha bir tashkilotning yuristligidan ish boshlangan. Tashkilotning yuristi bo'lgan odam hujjat yozishni o'rganadi. Shartnoma nima, buyruq nima, tashkilotning ichki nizomlarini yozishni o'rganasizlar, shakllanasizlar. Juda katta nima bo'ladi, maktab bo'ladi. Hech bo'lmaganda 2-3 yil bir tashkilotning yuristi bo'lib ishlash kerak. Savolim shundan iboratki, Adliya vazirligi tizimida hozirgi kunda qanday islohotlar amalga oshirilmoqda va ushbu islohotlarda yoshlarni ham inobatga olinganmi? Eng katta islohotlar bizda notariat sohasida, davlat xizmatlari ko'rsatishda, shuningdek tashkilotlarni funksional vazifalarini optimallashtirish bo'yicha katta masalalar oldimizga qo'yilgan. Bu nima narsa? Birinchidan davlat xizmatlari markazlarimiz orqali ko'rsatiladigan xizmatlarning sonini biz 2028-yilgacha 1000 taga yetkazishni reja qilamiz.